Shunaqa qilib men hozir Chernovkaga sabrat saqlayman. Men bu yerda men velosipedim bilan sekin Toychoqni olamiz-da. Mana bunaqa pagodada yo'lga chiqamiz. Bugun bor vashi xursand qiladigan juda ham ochiq havo bormi qaraylik. Dushi. Yo'l-yo'lakay bekitishlarni ham Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shukatingiz davom. Galereya tablosi sentrida ichi 5-etaj. 5-etajda DX zalda shug'ullanaman. Zalni ham ko'rsatib mana zalga kelib qoldi yazdilar. Sekin periodatsiya qilib chustut qilaman. Bugun deno bo'ladi. Oyoqda ishlaymiz bugun. Juda ham men yaxshi ko'rgan kunlardan bittasi, trenirovkadan bittasi desam bo'ladi. Sekin razminkani qilib olaman-da hozir. Sekin trenerni oldiga. Tak, mana bu trenerni ko'rdik. Hozir trenerdan so'raymiz nima bo'ladimi? Brat, bugun nimaga ishlaymiz? Mayonezga o'xshagan kechqurun. To'rayoq bo'lib boradi. Shunday qilib aytganda bugun oyoqqa ishlanadi. Hozir konkretni video. Ko'rasanlar nima bo'ladi? Mana bunaqa azoblar bilan biz hozir trenirovkani boshlab oldik. Bratchikami juda qiyin bo'lyapti. Вообще o'zidan men bu hozir men navbatimda trenirovka trener bilan baribir boshqacha nimaga desalaringiz konkret nima aytaman rezultat bo'ladi. Konkret ishlanadi. O'zingni ayash bo'lmaydi. Oyoqlarni kachata qilish kerak. Letaga tayyorlanish kerak. Mana hozir pumpdagi rezultat ko'rib turganlaringiz. Sekin hozir boshqa упражнениyaga ham o'tishga boshlaymiz hozir. Bratchikamni dakansa oxirigacha olib bordikda. Eng yomon ko'rgan упражнениya bo'lishi. Tushimdagi qo'rquv deb nomlanadi bu упражнение. Сейчас самая любимая часть. Hozir esa endi выпады degan упражнение. Hozir uni ham bыстренько sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bu hamma упражнениyadan keyin qilinadi hozir. Mana shu oxirgi упражнение bundan sekin tugatib Yomon trenirovka bo'ldi. 2 oyda keyin ko'ngil ketsam kerak bu trenirovkadan keyin bor.